Bekor chiqibdi, Mark. Sizlar qiynab qo'ygan. Institutda bilamiz, hozir magistraturada tahsil olasiz. O'sha bakalavr yoki hozirgi kunda magistratura ta'lim jarayonida sizga nisbatan aytiladigan eng ko'p gap Nasib. darslik. Sizni yillar katta qildimi tashvishlar? Yoshlikda biza masalan hech nimani o'ylamaganmiz. Endi katta bo'lgan sari, yoshingiz o'tgan sari ko'p narsani anglar ekansiz. Endi yosh ham, yillar ham desam bo'ladi. Yoshlikda lekin zavqni bildik, talabalik davrini bildik. Yaxshi. Institutda sizga aytiladigan eng ko'p gap. Ustoz yordam bering. Yordam bering. Talaba uchun. Sessiya so'zi nimani bildiradi? Sessiya so'zi shuncha kun o'qimasdan yurib, o'ylamasdan hech nimani bir kun, ikki kun qolganda qattiq sevlanib kirish. Sizni yillar katta qildimi yoki tashvishlar? Ota-ona. Ota-onangiz katta qildi. Rahmat. Institut sizni o'zgartirdimi? Nisbatan o'zgartirdi, 100%. Sizni aytganingizni qilmagan talabalarning taqdiri sessiyada hal bo'ladimi? Bu savolga talabalarim javob beradi. Talabalar javob beradi. Rahmat. Sessiyadan yiqilib chiqdingiz. Qayerga va kim yoniga qochasiz yoki chopasiz? Oy, birinchi navbatda shu yiqilgan kursdoshlarimni yoniga chopaman. Bitta o'zim yiqilmayman chunki jamoa bilan yiqilsa u bitta o'zi yiqilganda u to'plikka kirib qolgan bo'ladi. Guruh bilan yiqilsa keyin jamoaviy fikrlaymiz. Qanaqa qilib to'g'irlash kerakligini. Rahmat shohjon. O'zida tartibdan ketdi yurishga. Yig'ilishga ketish kerak.